Bugun sizlar bilan shu ipdan yana yangi narsa to'qishni o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Men yangilik qilishni juda ham yaxshi ko'raman va meni klientlarim men qilgan yangiliklarni taqishni ham juda ham yaxshi ko'rishadi. Shu sabab sodiq mijozimizga bugun sizlar bilan shu ipdan yelkalariga pogon yasaymiz. Har doimgidek yana qancha ketishini bilmaganim uchun opachka oldim. Bilasizki, hozir bu juda ham trendga chiqqan iplardan bittasi va shunaqa zo'r yonib beradi. Onlayn darsligim prof kursim uchun ham video darslik oldim. Buni bemalol prof kursimni sotib olib, 5 xil fasonini o'zingiz bemalol to'qib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari payalnik smola darslari ham bor. Qaranglar, qanaqa chiroyli chiqargan. Oddiy ko'ylaklarni ustidan ham shundoq kiyib olsangiz shikarni kiyim bo'lib turadi. Qizlar, men sizlarga buni ko'rinsin qanaqa chiroyli deb har doim bazaviy ko'ylakda kiyib ko'rsataman. Prof kursga yozilish uchun profilim shapkasidagi silkaga murojaat qiling. Buyurtma berish uchun direktga murojaat qilsangiz bo'ladi. Siz shunaqa narsani to'yga taqqan bo'larmidingiz?